Ko'rinishi bir xil, razmeri har xil bo'lgan pichoqlarimiz. Kattasi bo'g'izlov pichoq, mol so'yishlarga ishlatiladi, go'shtga. Sop yorma, dakansamani kelgan oxirigacha. Metali pochinigidan kattasi. O'rtanchasi qayrimi pichoq bo'lgan bu, qayrab ishlatiladi. Xo'p, metali buni egovdan, bu ham yorma qilib ishlangan, mana dakansi kelgan. Sopol sikladan bularni. Ular qo'y so'yishga, terlashga universal pichoq. Kattaroq, qo'li kattaroq insonlarga o'sha kattaroq qilingan. Ichidagi eng kichigi bu terlashga ko'proq ishlatiladi. Keyin ro'zg'orga, yoniga tutishga, shunaqalarga bo'ladi. Bu ham yorma qilingan. Buni metali egovligi ham bor, aboymiligi ham bor. Kimga kerak bo'lsa, mana murojaat qilsalaring, arzon qilib chiroyli qilib beramiz. Bu pichoqlardan doim ham bo'lmaydi, faqat ko'proq zakazga qilinadi. Rahmat. Ishlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lmaganlar kanalimizga obuna bo'lishlarini so'raymiz.